tavba tushunmadingmi? Chimchilab ko'r, chimchilab. Unaqa demang, o'zi rosa qiynalib turdi kelini. Shu yoshda tirik qolganiga shukr. Qanaqa qilib? Non sotib yuribsizlarmi? Nima dostadi? Kolyaska olib kelamiz, yengi qarang takoy. Voy, kim tanladi? Kim oldi bunaqa kolyaskani? Voy, men oldim, otajon. Keling tanlov takoy, neobычный, boshqacha kolyaska ekan, ada? Oldin bunaqalarni 10 ta tuqqan Badgereniyaga berardi. Mana shunaqada katta bo'lganmanmi-da? Sen hech katta bo'lmagansan. Kattamanmi? Katta bo'lgansiz. O'g'lim tili chiqsa nima deydi? Dada deydi. Hayot oyi deydi. Dada deydi. Oyi deydi. Dada deydi. Oyi deydi, hayot oyi. Ey. Men javob beraman. Bolam tili chiqishi bilan onasini ko'rib bu devoradi. Yoki duo bering deydi. Siz eshitib qoladi kelinimi? Qatta eshitadi, chap taraf ketgan. Jonim, rahmat menga shunaqa shirin farzand tug'ib berganingga. Umring uzoq bo'lsin. Ha, hayot, ismini Toshpo'lat qo'yaylik. Tushunmadim. Kim u Toshpo'lat? Demak, sen o'sha amaki bilan gaplashgansan, o'sha amakini yaxshi ko'rgansan, endi o'shaning ismini meni farzandimga qo'ymoqchimisan? Nu ishda? Bu kelini gaplashib yurgan paytda sen planda ham bo'lmagansan. U o'lib ketgandir o'sha Toshpo'lat. Gul o'sib chiqqandir. Hayot, mana shu lampochkani qo'yib bering. Kechqurun chiqqanda qo'rqyapman. Jonimga hech narsa qilmasa bo'l, hozir nari olib keling. To'xta, hayot. Mana shu kelinni sepidagi narsani tizikobga olib chiqib berib yubor. Undan ko'ra dusellik yangi chiqqan lampochkalardan qo'yaylik, hayot. Nimasi yangi uni? Zamonaviy datchikli qadam qo'yishing bilan включательsiz o'zi yonadi. Hayot, ekonomichniy uzoq vaqtgacha deydi kelinga o'xshab. Hayot. Nima? Yo'q, yaxshi sifatli deyman sizga o'xshab. Qayoqqa ketyaptilar? Navarangizga kash olib keling. Voy, kashachadimi navaram? Nima ichsin, qaymoq ichsinmi? Sut yo'q, zavod yopilib ketgan, jinni.